3 xonali kvartira izlab yurganlarga sizlarga zo'r variant topib qo'ydim. Remontlangan, ichidagi ko'p narsasi bilan tashlab ketiladi. Xo'p, buning manzili egizak domlar, ya'ni obxodniy yo'lning bo'yinida, Go'nametandan o'tgandan keyin obxodniy yo'lning bo'yinida egizak domlar, ya'ni 2 etajli domlar, ya'ni arqamda ko'rinib turgan. Mana shu domlardan xudo xolasa birinchi etajida mana shu podyezdda Satratan 3 xonali uyimiz bor. Narxlari, batafsil ma'lumotlarni video davomida aytib o'taman. Undan oldin siz YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Yaqin arada bizlar YouTube kanalimiz obunachilari uchun bir telefonda o'ynaymiz, xudo xolasa. Shundancha besplatni beramiz. Video davomida xudo xolasa batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Egizak domlardan birinchi etajdan 3 xonali domimiz xudo xolasa sotuvga chiqadi. Kim 3 xonali uy izlagan bo'lsa, mana sizlarga zo'r variantda ko'p narsasi qoladi bo'rimizdan, nasib bo'lsa keling birgalikda xonalarni ko'ramiz. Xo'p, bu yoqimizda manaki birinchi xonasi, bu yerda morozilik ketadi, xolodilnik qoladi. Shu polniy remont bo'lgan o'tiydi. Tak, xudo xolasa yana bir o'zingiz uchun ko'rib olasizlar nasib bo'lsa. Xo'p, bu yoqimizda botom bo'lsa manaki kuxnyasi, kuxnyasida mebel, sebel mana shu hamma narsa qoladi. Xolodilnik ketadi, har yoqda xolodilnik qilgan uyingiz xudo xolasa sotuvga chiqayotir. Bu yoqimizda botom bo'lsa spalnisi, spalni ketadi. Bu yoqimizda bu shkaf qoladi. Mana shu trima qoladi. Trima demak, garderob demak shunday ish qilib shunday. Ko'rib turganingizdek, normalniy zo'r holatdagi uyimiz xudo xolasa qolayotir. Sotilayotir. Mana shu o'rnimiz ham zo'r holatda. Bu stollarimiz, trezorlarimiz ketadi. Atak bu bir zal hisobida mana ko'rib turganingizdek. Bu yoqimizda botom bo'lsa, banyasi, bu o'rnimizda kir mashin bilan aristollar ketadigan. Mana shu holatdagi dom xudo xolasa sotuvga chiqayotir. Bu yerdagi ariston aslida bo'lmagan, ariston bu yoqdagi mana shu duv-konturniy kotyoldan kelib turgan aslida. Keyin kvartirantlar mana shuni qo'ydirib olgan. Xo'p, mana shu uyimizning narxini tanishtirib o'tamiz. Bu uyimizning narxini aytishdan oldin bizlarning YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlar uchun YouTube kanalimiz podpischiklari uchun telefon o'ynashimiz mumkin, xudo xolasa rejalashtirilyapti, planlar qilinyapti. Agar o'xshab ketsa, xudo xolasa sizlarga bir telefon tarqatamiz nasib bo'lsa. Xo'p, bu uyimizning narxi deydi-ku. Narxini xudo xolasa bu yerimizda 220 million so'm aytyotir, 90 million so'mdan ziyodroq krediti bor deyaptir. Yenatan ochib tortishib kelishasizlar, xudo xolasa uyning egalarini nomerlarini описаниеda qoldiraman. O'zlariga bog'lanib bemalol telefonda yo bo'lmasa kelib turib, ko'rib turib, ustunda savdolashsangizlar bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyatlar bilan Mahatmakla kanali bizni kuzatishda davom eting. Bundan da zo'r kontentlar xudo xolasa reklamalar oldimizda. Agarda manfaatli bo'lishi uchun sizlarning mahallalaringizdagi Telegram kanallarga mana shu reklamalarni tashlab tursangizlar, kimgadir manfaatli bo'lib qolishi mumkin. Sizga ham, bizga ham manfaatli bo'ladi o'rtada. Hammaga yaxshi kayfiyatlar bilan Mahatmakla kanali bizni kuzatishda davom eting.